Salom aziz do'stlar va kanalimiz obunachilari. Bugun siz bilan juda muhim, hatto shoshilinch mavzuni muhokama qilamiz. Hukumat tomonidan qabul qilingan yangi qaror millionlab fuqarolarning hayotiga bevosita ta'sir qiladi va uning shartlari aprel oyining oxirigacha amal qiladi. Agar siz bu ma'lumotni hozir eshitmasangiz, juda katta imkoniyatni qo'ldan boy berishingiz yoki hatto kutilmagan muammolarga duch kelishingiz mumkin. Bu sizga, sizning mol-mulkingizga, oilaviy byudjetingizga bevosita tegishli. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang va hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni, shuningdek ushbu videoga like bosishni unutmang. Pora salata kundenden tali tidillen. Bu video juda ko'p odamga yetib borishi kerak va har bir like buning kafolati. So'sh. Gap nimada? Bir necha vaqtdan buyon yurtimizda kadastr hujjatlarining tartibga solinishi, mol-mulkni rasmiylashtirish jarayonlari doimiy ravishda takomillashib bormoqda. Oldinroq ko'pchilik o'zining yer uchastkasi, uy-joyi yoki boshqa ko'chmas mulki borasida ba'zi muammolarga duch kelardi. Hujjatlar eskimi, qaysidir ma'lumotlar to'g'ri ko'rsatilmaganmi yoki umuman avvalgi egalaridan qolgan mulklar hali ham rasman o'z nomiga o'tkazilmaganmi degan savollar ko'p edi. Ko'pincha bu holat kutilmagan sargardonliklarga, ortiqcha xarajatlarga olib kelardi, chunki barcha jarayonlar yillar davomida ancha murakkablashib ketgan edi. Qonun qoidalardagi o'zgarishlar, eski nizomlar va yangi talablar o'rtasidagi tafovutlar odamlar uchun juda ko'p qiyinchiliklar tug'dirardi. Hatto hatto kichik bir notiq ma'lumot ham katta muammolarga sabab bo'lishi mumkin edi. Masalan, mol-mulkning qonuniy egasi deb hisoblanmaslik yoki uni sotish, hadya qilish kabi harakatlarda cheklovlarga duch kelish. Ba'zida meros qolgan uy-joylarning hujjatlarini tartibga solish uchun bir necha avlod o'tib ketgan va hujjatlarni topish, arxiverlash juda murakkab jarayon bo'lib qolgan edi. O'ylaymanki, ko'pchiligingiz bu holatga shaxsan duch kelgansiz yoki kamida atrofdagilardan eshitgansiz. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumatimiz yaqinda mol-mulkni rasmiylashtirish va soliq imtiyozlari to'g'risida yangi qarorni e'lon qildi. Bu hujjatning asosiy mohiyati shundaki, u ko'p yillik muammolarni bir yo'la hal qilishga qaratilgan bir martalik imkoniyatni beradi. Ya'ni, ko'chmas mulkingiz, shu jumladan yer uchastkalari, turar joy binolari, noturar joylar, hatto avtomobillar uchun ham agar ularning hujjatlarida tartibsizliklar bo'lsa, ularni maxsus soddalashtirilgan tartibda rasmiylashtirish imkoniyati paydo bo'ldi. Asosiysi, bu jarayon tezkorlik bilan, ya'ni aprel oyining oxirigacha yakunlanishi shart. Bu muddat juda qisqa. Ammo aynan shu qisqa muddat ishida siz uzoq yillik muammolaringizdan qutulishingiz va kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan barcha risklarni oldini olishingiz mumkin. Davlat bunday imkoniyatni berishdan maqsad birinchi navbatda fuqarolarning mol-mulk hujjatlarini tartibga solish orqali ularga huquqiy kafolatlar yaratish va shu bilan birga yashirin mol-mulk aylanmasini qonuniylashtirishdir. Bu esa o'z navbatida davlat budjetiga tushadigan soliq tushumlarining oshishiga va ijtimoiy sohalarning yanada rivojlanishiga xizmat qiladi. Lekin eng muhimi, bu imkoniyatdan faqat muddat tugagunga qadar foydalana olasiz. Muddatdan keyin esa barcha tartiblar eski qoidalarga qaytadi va ehtimol hatto yanada qat'iylashadi. Shu sababli kechikishga haqqingiz yo'q. Endi esa bu yangi qarorning har bir jihatini batafsil ko'rib chiqamiz. Asosan bu qaror uchta asosiy yo'nalish bo'yicha imkoniyatlar yaratadi. Birinchidan, hujjatlari tartibsiz bo'lgan ko'chmas mulklarni qonuniylashtirish, ikkinchidan ilgari bildirilmagan mol-mulklarni, masalan, qo'shimcha qurilgan inshootlar ro'yxatdan o'tkazish. Va uchinchidan, bu jarayonlar orqali yuzaga keladigan ba'zi soliq imtiyozlaridan foydalanish. Kimlar bu haqda qayg'urishi kerak? Asosan quyidagi toifadagi fuqarolar va yuridik shaxslar uchun bu juda muhim. Hujjatlari eskigan yoki to'liq bo'lmagan mol-mulk egalari, agar sizning yashash joyingizga doir kadastr hujjatlaringiz Sovet davridan qolgan bo'lsa yoki oldindan berilgan guvohnomalarda sizning ma'lumotlaringiz yangi talablarga mos kelmasa, albatta harakat qilishingiz kerak. Meros bo'lib qolgan, lekin rasmiylashtirilmagan mulklar egalari. Ko'pincha ota-bobolarimizdan qolgan uy-joylar, yer uchastkalari avloddan avlodga o'tadi, lekin rasmiy qonuniy hujjatlar joyida bo'lmaydi. Masalan, vafot etgan qarindoshingizdan qolgan uyni qonuniy ravishda o'z nomingizga o'tkazmagan bo'lsangiz. 3. Qurilishi tugallanmagan yoki noqonuniy qurilgan binolar egalari. Agar siz ruxsatnomasiz qo'shimcha imorat qurgan bo'lsangiz, yoki sud mavjud bino maydonini kengaytirib, uni kadastr hujjatlariga kiritmagan bo'lsangiz. 4. Yer uchastkasiga ega bo'lgan, ammo uning chegaralari aniq belgilab qo'yilmagan fuqarolar, ba'zan yer hujjatlarida aniq koordinatalar mavjud bo'lmaydi. Bu esa kelajakda chegaralar bo'yicha nizolarga sabab bo'lishi mumkin. 5. Kichik tadbirkorlik subyektlari yakka tartibdagi tadbirkorlar va kichik korxonalar uchun ham bu ahamiyatli. Agar ularning balansida ro'yxatdan o'tmagan yoki hujjatlari tartibsiz bo'lgan bino, inshoot yoki texnikalar bo'lsa,
Keling bir nechta aniq misollar bilan ko'rib chiqamiz. Misol bon buvi asalning meros uyi. Tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi 70 yoshli buvi asal o'zining otasidan qolgan hovlida yashaydi. Bu hovli hujjatlarda hali ham uning otasi nomida marhumning o'zi 1990 yillarning boshida vafot etgan. Buvi asal hech qachon hujjatlarni o'z nomiga o'tkazishga ulgurmagan. Chunki bu jarayon o'ta murakkab va qimmat bo'lib tuyulgan. Uning 4 ta farzandi bor va kelajakda bu uy taqsimlanishi kerak. Hozirgi holatda bu uy huquqiy jihatdan hech kimning mulki emas, garchi asal buvining farzandlari bu yerda o'sib ulg'aygan bo'lsalar ham. Agar buvi asal aprel oxirigacha ushbu qarordan foydalanmasa, kelajakda uning farzandlari uyni qonuniylashtirish uchun juda uzoq va murakkab sud jarayonlaridan o'tishlari, ehtimol katta miqdorda davlat boji to'lashlari va har bir meroschorning roziligini olishlari kerak bo'ladi. Bu esa yillar davom etishi mumkin. Yangi qarorga ko'ra esa buvi asal yoki uning vakili bu uyni soddalashtirilgan tartibda atigi 3 hafta ichida va nisbatan kamroq sarajatlar bilan o'z nomiga o'tkazishi mumkin. Masalan, odatda bunday mulkni rasmiylashtirish uchun 10 million so'mdan 30 million so'mgacha sarajat ketishi mumkin edi. Notarius, davlat boji, sud sarajatlari. Ammo hozirda bu sarajatlar 3-5 million so'mdan oshmasligi mumkin. Bu 25 million so'mgacha tejash degani. Misol duva, tadbirkor Alining qo'shimcha ustaksonasi. Ali kichik metal ishlov berish ustaksonasiga ega. Uning asosiy binolari ro'yxatdan o'tgan, lekin 3 yil avval buyurtmalar ko'paygani sababli u o'z hovlisiga kichikroq 50 kvadrat metrlik qo'shimcha ustaksona qurgan. Bu ustaksona uchun qurilish ruxsatnomasi olinmagan va kadastr hujjatlariga kiritilmagan. Uning yer uchastkasi umumiy maydoni 500 kvadrat metr bo'lib, rasmiy hujjatlarda faqat 200 kvadrat metr maydondagi bino ko'rsatilgan. Agar Ali bu qo'shimcha ustaksonani rasmiylashtirmasa, kelajakda uni sotmoqchi bo'lganida yoki kredit olmoqchi bo'lganida muammoga duch kelishi mumkin. Banklar noqonuniy qurilishga ega bo'lgan mol mulkni garovga qabul qilmaydi. Shuningdek, mahalliy hokimiyat organlari tomonidan tekshiruv o'tkazilsa, Ali katta miqdorda jarimaga tortilishi va ustaksonani buzishga majbur bo'lishi mumkin. Jarima miqdori fuqarolar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan sanoat baravarigacha, ya'ni 60.5 million so'mdan 33 million so'mgacha bo'lishi mumkin. Ushbu qaror doirasida esa Ali bu ustaksonani soddalashtirilgan tartibda loyihaviy hujjatlarsiz mavjud standartlarga mos kelsa qonuniylashtirishi mumkin. Bu unga kelajakda 30 million so'mlik jarimadan qutulish va mulkining qiymatini oshirish imkonini beradi. Misol 3, shahardagi zonadoning o'zgarishi. Diyor o'zining ko'p qavatli uydagi kvartirasida katta ta'mirlash ishlarini amalga oshirgan. U oshxona va mehmonxona o'rtasidagi devorni olib tashlab, katta studiya zonadon yaratgan. Bu qayta qurish loyihaviy hujjatlarda aks etmagan va tegishli ruxsatnomalarsiz qilingan. Hozirda uning kvartirasining texnik pasportidagi rejasi haqiqiy holatga mos kelmaydi. Agar diyor bu o'zgarishni rasmiylashtirmasa, kelajakda kvartirani sotishda juda katta muammolarga duch keladi. Chunki xaridorlar hujjatlarining to'g'ri bo'lishini talab qilishadi. Banklar ham bunday mulk uchun ipoteka bermaydi. Shuningdek, zilzila xavfi bo'lgan hududlarda bunday noqonuniy qayta qurishlar binoning mustahkamligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin va bu holat aniqlansa, diyorga katta jarima solinib, qayta qurishni asl holiga qaytarish talab qilinishi mumkin. Jarima miqdori 5 million so'mdan 10 million so'mgacha bo'lishi mumkin. Yangi qarorga ko'ra, diyor mahalliy kadastr organlariga murojaat qilib, o'zgarishlarni soddalashtirilgan tartibda hujjatlashtirish imkoniyatiga ega. Bu unga kelajakda yuzaga keladigan muammolarning oldini oladi va kvartirasining qonuniy qiymatini saqlab qoladi. Kimlar qayg'urmasligi kerak? Agar sizning barcha mol mulkingiz to'liq rasmiylashtirilgan bo'lsa, barcha hujjatlaringiz yangi talablarga mos kelsa va sizda hech qanday qo'shimcha noqonuniy qurilgan inshootlar bo'lmasa, unda siz ushbu qaror doirasida maxsus harakatlar qilishingiz shart emas. Sizning holatingizda hujjatlar avtomatik ravishda yangi tizimga o'tkaziladi. Lekin shunga qaramay, har ehtimolga qarshi hech bo'lmaganda kadastr agentligining yagona darcha markaziga murojaat qilib, o'zingizning mol mulkingiz holati haqida ma'lumot olishni tavsiya qilaman. Aksir, ortiqcha ma'lumot hech qachon zarar qilmaydi. Shuningdek, agar sizning mol mulkingiz davlat zaxirasidagi yerlarda joylashgan bo'lsa yoki sud tomonidan tortib olingan bo'lsa, yoki umumiy foydalanishdagi hududlarda, masalan yo'l yoqasida joylashgan bo'lsa, unda bu qaror sizga taalluqli emas. Qonuniy cheklovlar mavjud bo'lgan hududlardagi mulklar bu imtiyozdan foydalana olmaydi. Bu qarorning barcha imtiyozlaridan to'g'ri foydalanish uchun uning ba'zi bir istisnolari, tuzoqlari va ko'zdan panada qolishi mumkin bo'lgan nozik jihatlarini bilish juda muhimdir. Chunki har bir yangi qonun yoki qaror o'ziga xos talablarga ega bo'ladi. Istisnolar va cheklovlar. Hududiy cheklovlar. Bu soddalashtirilgan tartib barcha turdagi mulklarga ham qo'llanilmaydi. Agar sizning mol mulkingiz qo'riqlanadigan tabiiy hududlarda, suvni muhofaza qilish zonalarida, davlat ahamiyatiga ega bo'lgan yo'llarning muhofaza zonalarida, tarixsiy madaniy meros obyektlari yaqinida joylashgan bo'lsa, siz ushbu imtiyozlardan foydalana olmaysiz.
Bunday hududlardagi har qanday qurilish yoki o'zgartirishlar juda qattiq qoidalar asosida tartibga solinadi va bunday mulklarni qonuniylashtirish uchun an'anaviy murakkab yo'ldan o'tishga to'g'ri keladi. Masalan, cho'tkol tok tizmasi atrofidagi dam olish maskanlarida noqonuniy qurilgan inshootlar bu qaror ostiga kirmaydi. Bu xavfsizlik talablari. Agar sizning noqonuniy qurilgan binongiz texnik jihatdan xavfli deb topilsa, masalan, zilzila xavfi yuqori bo'lgan hududda noto'g'ri qurilgan bo'lsa yoki yong'in xavfsizligi qoidalariga mutlaqo zid bo'lsa, uni qonuniylashtirish imkonsiz bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda kadastr agentligi yoki tegishli nazorat organlari binoni buzishni talab qilishi mumkin. Bu yerda insonlarning hayoti va sog'ligi birinchi o'rinda turadi. Aytaylik, bino poydevorsiz, sifatsiz materiallardan qurilgan bo'lsa, u har qanday qonuniylashtirishdan oldin xavfsiz holatga keltirilishi shart. 3. Boshqa shaxslarning huquqlari. Agar sizning mol-mulkingizga nisbatan boshqa shaxslarning huquqlari, masalan, mulkchilikka da'vo qilinayotgan bo'lsa yoki u garovda bo'lsa yoki boshqa shaxsning yerdan foydalanish huquqi buzilgan bo'lsa, mavjud bo'lsa, bu qaror yordamida qonuniylashtirish mumkin emas. Bu holatda avvalambor barcha bahsli masalalarni sud orqali hal qilishga to'g'ri keladi. Misol uchun, qo'shningiz sizning mulkingizdagi bir qism yerni o'ziga tegishli deb da'vo qilayotgan bo'lsa, buni zoni hal qilmasdan turib, mulkni rasmiylashtira olmaysiz. 4. Davlat mulki. Davlatga tegishli yerlar yoki binolarni o'z nomiga o'tkazish uchun bu qarordan foydalanib bo'lmaydi. Bu qoida faqat fuqarolar va yuridik shaxslarning xususiy mulklariga tegishli. Tuzoqlar va ko'zdan panada qoladigan jihatlar. Murojaat muddatining qat'iyligi. Eng katta tuzoq bu muddat. Aprel oyining oxirigacha, ya'ni deyarli bir oydan kam vaqt qoldi. Bu muddat uzaytirilmaydi. Shuning uchun imkon qadar tezroq harakat qilish zarur. Kechikkan har bir kun sizga qimmatga tushishi mumkin. Ko'pchilik ertaga qilaman deb qoldirishi natijasida muhim imkoniyatni boy beradi. Bu muddat ayniqsa kadastr markazlarida navbatlar hosil bo'lishi ehtimolini ham oshiradi. Hujjatni tetita utta ma'anden hujjatlarning to'liqligi. Garchi jarayon soddalashtirilgan bo'lsa-da, barcha kerakli hujjatlarni to'g'ri va to'liq taqdim etish shart. Kichik bir xato yoki ma'lumotning yetishmasligi arizangizni rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, mulkning oldingi egalari haqidagi ma'lumotlar to'liq bo'lmasa yoki texnik pasportdagi biror ma'lumot eskirgan bo'lsa, shuning uchun hujjatlarni to'plashda ehtiyotkor bo'lish va har bir detalga ahamiyat berish kerak. 3. Mutaxassis yordami. Ba'zi murakkab holatlarda, masalan, yer chegaralarini aniqlashda yoki kattaroq noqonuniy qurilishni qonuniylashtirishda kadastr muhandisi yoki yurist maslahati kerak bo'lishi mumkin. Ularning yordamiga pul sarflashni istamaslik oksirokibat yanada katta muammolarga olib kelishi mumkin. Professional yordam ayniqsa hujjatlarni tayyorlash va arizani to'g'ri to'ldirishda juda foydali bo'lishi mumkin. Masalan, yer uchastkasining aniq koordinatalarini belgilash uchun geodezik o'lchovlar talab qilinishi mumkin va bu ishni litsenziyalangan mutaxassis bajarishi shart. 4. Kelajakdagi soliq majburiyatlari. Mol-mulkni qonuniylashtirish bilan birga, kelajakda uning uchun soliq to'lash majburiyati ham yuzaga kelishini unutmang. Haneke vaqfa ilibay sabab barotaban delega bu imtiyoz soliqni to'lashdan ozod qilmaydi, balki oldingi davrlar uchun jarimalardan va murakkab rasmiylashtirish jarayonlaridan ozod etadi. Shunday qilib, rasmiylashtirilgan mol-mulk uchun keyingi davrlardan boshlab qonuniy ravishda soliq to'lashga tayyor turish kerak. Masalan, siz ilgari ro'yxatdan o'tmagan 50 kvadrat metrli ustaksona uchun soliq to'lamagan bo'lsangiz, uni qonuniylashtirganingizdan so'ng bu ustaksona uchun ham mulk soligi hisoblanadi. Bu albatta mulkning qiymatiga va joylashuviga bog'liq. 5. Shaffoflik va korrupsiya xavfi. Garchi davlat jarayonni soddalashtirgan bo'lsa-da, ba'zi joylarda byurokratik to'siqlar yoki korrupsion holatlarga duch kelish ehtimoli mavjud. Agar sizdan qonundan tashqari qo'shimcha to'lovlar talab qilinsa yoki jarayonni ataylab kechiktirishga harakat qilinsa, bu haqda zudlik bilan tegishli organlarga, masalan, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi qoshidagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentiga murojaat qilish kerak. Hech qanday qo'shimcha tezlashtirish to'lovlariga rozi bo'lmang. Bu jihatlarni bilish sizga jarayonni muammosiz o'tkazishga yordam beradi va kutilmagan to'siqlarga duch kelmaslikka imkon beradi. Diqqatli bo'ling va har bir qadamni o'ylab tashlang. Endi esa eng muhim qismga keldik. Nima qilish kerak? Qanday qadamlarni tashlash lozim? Men sizga ushbu jarayonni iloji boricha osonlashtirish uchun aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Unutmang, har bir kun muhim. Aytganda mol-mulkingizni inventarizatsiya qiling va muammolarni aniqlang. Avvalon o'zingizning barcha ko'chmas mulkingizni, uy, yer, noturar joy, garaj va hokazo va ularga tegishli hujjatlarni, kadastr pasporti, egalik huquqi to'g'risidagi guvohnoma, shartnomalar, texnik pasportlar ko'zdan kechiring. Quyidagi savollarga javob toping. Mulkning egasi kim nomida ro'yxatdan o'tgan? Bu sizmisiz? Agar marhum qarindoshingiz nomida bo'lsa, vafot etganlik haqidagi guvohnoma bormi? Hujjatlardagi maydon va haqiqiy maydon bir silmi? Agar qo'shimcha qurilishlar bo'lsa, ular hujjatlarda bormi? Mulkka doir barcha hujjatlar qo'lingizdami? Yo'q, qolganlari bormi?
Qo'shnilar bilan yer chegarasi bo'yicha nizolar bormi? Mulk avval garovga qo'yilganmi yoki sud tomonidan taqiqlanganmi? Bu tahlilni o'tkazish sizga qanday muammo borligini aniq tushunishga yordam beradi. Endi qadam kerakli hujjatlarni to'plang. Har bir holatga qarab hujjatlar ro'yxati farq qilishi mumkin. Ammo umumiy qilib aytganda sizga quyidagilar kerak bo'ladi. Tendeniya yem saktitem adakimanitiri shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasportingiz asli va nusxasi. Endi ostam de aniq tuva saktitim. Mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar. Bu uy-joy kadastr pasporti, yerga egalik huquqiy guvohnomasi, sotib sotish shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi yoki sud qarori bo'lishi mumkin. Agar bu hujjatlar yo'q bo'lsa, borini taqdim etishingiz kerak. Agar umuman yo'q bo'lsa, bu haqda arizangizda ko'rsatishingiz lozim. Texnik pasport, texnik inventarizatsiya hujjatlari. Agar mavjud bo'lsa, agar u eskirgan bo'lsa yoki haqiqiy holatga mos kelmasa, yangisini olish uchun murojaat qilishingizga to'g'ri keladi. Biroq soddalashtirilgan tartibda ba'zi kichik o'zgarishlar uchun yangi texnik pasport talab qilinmasligi mumkin. Vafot etgan qarindoshingizdan meros qolgan bo'lsa, vafot etganlik haqidagi guvohnoma nusxasi. Unda bo'lsa, daratati demanata rejatim. Davlat boji to'langanligi haqidagi kvitansiya. Bu qaror doirasida davlat boji miqdori ancha kamaytirilgan yoki ba'zi holatlarda umuman bekor qilingan bo'lishi mumkin. Aniqlash uchun kadastr agentligi saytini yoki yagona darcha xizmatini tekshiring. Odatda banamli asara tomashab simambala odatda u bazaviy hisoblash miqdorining 0.5 baravari. 155 ming so'm atrofida bo'ladi. Lekin bu aniq mulk turiga qarab o'zgarishi mumkin. Agar sizning nomingizdan boshqa shaxs harakat qilsa, ishonchnoma notarial tasdiqlangan bo'lishi shart. Tasson qadam qayerga murojaat qilish kerak? Sayzning asosiy manzil bu davlat xizmatlari markazlari xalq tilida yagona darcha deb ataladi. Respublikamizning har bir tuman va shahrida bunday markazlar mavjud. Siz o'z hududingizdagi markazga murojaat qilishingiz kerak. Shuningdek, onlayn tarzda ham murojaat qilish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin, ammo murakkabroq holatlarda shaxsan borish afzalroq. Davlat xizmatlari markazlari. Bu yerda mutaxassislar sizning hujjatlaringizni qabul qilib, arizani to'g'ri to'ldirishga yordam berishadi. Elektron hukumat portali. Agar sizda elektron imzo mavjud bo'lsa va ishingiz unchalik murakkab bo'lmasa, ushbu portal orqali ham murojaat qildirishingiz mumkin. Ammo shaxsan borish ko'plab savollarga joyida javob olish imkonini beradi. Faol qadam ariza yozish va hujjatlarni topshirish. Davlat xizmatlari markazida sizga maxsus ariza blankasi beriladi. Siz uni to'g'ri to'ldirishingiz kerak. Aytib o'tganimizdek, agar ba'zi hujjatlar yetishmasa, bu haqda arizada ko'rsating va vaziyatini batafsil izohlang. Hujjatlarni topshirayotganda ularning to'liq ro'yxatini tekshirishni unutmang. Sizga hujjatlar qabul qilinganligi haqida tilxat berilishi shart. Bu tilxatda arizangizning ro'yxatga olish raqami va ko'rib chiqish muddati ko'rsatiladi. Odatda bunday arizalar 10 ish kuni ichida ko'rib chiqiladi, ammo soddalashtirilgan tartibda bu muddat yanada qisqaroq bo'lishi mumkin. 5 ish kunigacha. Bet qadam, kadastr organlaridan javobni kuting. Arizangiz kadastr agentligining tegishli bo'limi tomonidan ko'rib chiqiladi. Ular joyga chiqib o'rganishlari, o'lchovlar o'tkazishlari yoki boshqa qo'shimcha ma'lumotlarni so'rashlari mumkin. Agar hamma narsa to'g'ri bo'lsa, sizning mulkingiz rasmiylashtiriladi va sizga yangi kadastr pasporti yoki egalik huquqi to'g'risidagi guvohnoma beriladi. Agar arizangiz rad etilsa, rad etish sabablari yozma ravishda asoslantirilishi shart. Bu rad javobi ustidan sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Qo'shimcha maslahatlar. Vaqtni qadrlang. Aprel oxirigacha qolgan vaqtni maksimal darajada samarali foydalaning. Kechiktirmang. Qonat sabatchidan yinan jitedi pama konsultatsiya oling. Agar jarayon sizga murakkab tuyulsa yoki savollaringiz bo'lsa, davlat xizmatlari markazlarining mutaxassislari, shuningdek kadastr agentligining ishonch telefonlari orqali bepul maslahat olishingiz mumkin. Barcha hujjatlarning nusxalarini saqlang. Asl nusxalarni topshirishdan oldin barcha hujjatlarning nusxalarini olib qo'ying. Xizmatlardan foydalaning. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, MyGov.uz orqali o'zingizning mol-mulkingiz haqidagi ma'lumotlarni tekshirib ko'ring. Bu sizga muammolarni oldindan aniqlashga yordam beradi. Bu qadamlarni to'g'ri bajarish orqali siz juda muhim imkoniyatdan foydalanishingiz, o'zingizni kelajakdagi katta muammolar va xarajatlardan himoya qilishingiz mumkin. Shuni unutmangki, qonuniy mulk huquqi bu sizning eng muhim kafolatlaringizdan biridir. Aziz do'stlar, bugungi videoda men sizga hukumatning aprel oyi oxirigacha amal qiladigan shoshilinch qarori haqida eng to'liq va amaliy ma'lumotlarni berishga harakat qildim. Siz bu videodan o'zingiz uchun juda muhim bo'lgan ma'lumotlarni oldingiz degan umiddaman. Unutmang, ushbu imkoniyat cheklangan vaqtga berilgan. Agar sizning mol-mulkingizga oid hujjatlaringizda biroz bo'lsa ham tartibsizlik bo'lsa yoki meros bo'lib qolgan, lekin rasmiylashtirilmagan mol-mulkingiz bo'lsa, hoziroq harakatni boshlang. Vaqt juda oz qoldi.
Kechikish sizga katta moliyaviy yo'qotishlarga, huquqiy muammolarga yoki mulkingizdan foydalanishda cheklovlarga olib kelishi mumkin. Bu videoni o'zingizning oila a'zolaringizga, do'stlaringizga va qarindoshlaringizga yuboring. Kim biladi, ehtimol bu ma'lumot ularning katta muammosini hal qilishga yordam berar. Shuningdek, ushbu mavzu bo'yicha sizning qanday fikringiz borligini, sizda qanday muammolar bo'lganini va ularni qanday hal qilganingizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning tajribangiz boshqalar uchun juda qimmatli bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni unutmang va kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Chunki biz sizga doim eng muhim va dolzarb ma'lumotlarni yetkazishda davom etamiz. O'zingizni va mulkingizni himoya qiling. Ko'rishguncha